Men 98-yılı şahsen vatanga özüm bargan. Şu çağda Döngmazanın juqursiga uchun yesida bir aileden neçe balını bırak Xitayning itib ketgan vaqtlar shu chaqda yuz bergan. Men g'uljidi vaqtimda. Masalan, shu oiladagi har bir oila, shu oiladagi eng oxirida bolalarni itilib ketganiga chidamasdan 70 yoshli mo'mayning uyda kuyayotgan masjidga ko'ma o'tni ko'tarib ochib, Xitoyninki soqchilarga mashinasiga otgan shu qadar 70 yoshli mo'mayning qahramonliklariga shu chaqda men shohid bo'lgan emas, men battim g'uljidi shu ishning bo'layotgan vaqtida. Ben şu çağda ko'nglimga bir narsani pukdimki, bu da'vo, bu qirg'inchilik, bu besim mening oilam kelgan emas ekan. Kemayyotidi. Chunki dadam ayni mening dadam degandek, bu elning beshiga kelgan bir zulm bo'ldi degan shu chaqda. Biz shu chaqda qaqshab ketganda, masalan, albatta, chunki har kim o'zining beshiga kelganini biladi. Chunki yana bir naqsh bo'ldi. Dad topdim, ammo o'lib ketmadim degandek. Shu qadar dad topdik, o'lib ketmadik.